Murtadiylik qo'ltig'ini pardasidan qilingan. Bola biz hozir arqonni kim tez chiqish o'ynaymiz va bilib olamiz kim eng kuchliligini. Boksyor, workouter, gimnast va bekorchi. Mayli, demak, sekundomer yoqiladi, pastdan chiqiladi, o'sha yashil nuqtaga yetgandan keyin sekundomer to'xtatiladi. O'shandan bilib olamiz kim tez chiqqanini va kim kuchliligini. Davay, Don Zikidan boshlaymiz. Chesli bo'lish. kim birinchi chiqish? Don Ziki. Don Ziki. Don Ziki. Oxirgi. Don Ziki. Don Ziki. Don Ziki. Workouter birinchi chiqadi, gimnast ikkinchi, bekorchi uchinchi chiqadi va boksyor to'rtinchi. Ketdimi? Ketdi! Bekor javob keldi, miratlay pora berdim. Bu tolay короче 12 sekundda chiqdim. Biz kelisha olmayapmiz. O'zinglar kommentariyada yozib qoldiringlar. Kim kuchliligini, boksyorlarmi? Lekin, workouterlar shunaqa kuchliligini bilmaysanmi? Bu talashmaydi. Endi baribir men kommentariyada yozinglar, bu yerda nohaqlik bo'lgani yo'q. Arqonga tiqish bu ko'rpan tegdi. Katta chimib yotishdigani emas. Kommentariyga yozib qoldiringlar, kim kuchliligini o'shanda aniqlab olamiz.